Qaranglar, 4 ta davlatga chiqib kelgan bo'lsangiz, sizga pul berishyapti, pasportingizni olib kelasiz. Emeka uchun albatta o'zingizning roziligingiz kerak bo'ladi bunga. To'liq ma'lumot hozir aytib o'tib ketaman. Xo'p, necha pulgacha to'lov qiladi, qayerga to'lov qilish kerak, nima qilish kerak o'zlaring ham bilasizlar. Telefon qilsalaring, pastga nomer qoldiryapmiz. Borib kelgan shaharlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston umraga borib kelgan bo'lishingiz kerak. 2024-yilda iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 19-dekabrgacha borib kelgan bo'lishingiz kerak. Prosta pasportingizni olib kelasiz. Kirdi chiqdi bo'lgan bo'lsa, sizga qanaqadir summa berishadi, kelishilgan holda albatta rozilik bilan, sizning roziligingiz bo'lmasa buni qilinmaydi. Emeka qilgani, telefonda Emekasiga bilasizlar. Hozir Emeka, o'zi Emeka sezon kelgan. Xo'p, men aytdi, hozir Vatsroyda turibmiz, Step To'rda ko'chasini boshida bitta men aytdi 8 etashkami, 9 etashkani oldida mana Beeline ofisimiz bor, mana shu yerda ofisimiz, paynetimiz bor. Bemalol kelaverasizlar. Bu tomoni Kanesiyaga ketaverish. Nomer qoldiryapman, bemalol telefon qilib, podrobniy ma'lumotlar tushunib olaverasizlar. Mabodo tushunmagan bo'lsalaring telefon qilib tushunasizlar. Sog' bo'linglar.